Assalomu alaykum. Nima gaplar? O'zbekligini qiladi degandek musofir savdo mashetdagi brend tovarlarda pam-pum bo'lmagan, ya'ni hammasini sotib oldi. Allohga behisobchi. Allohning izmi bilan sizlarni avtoriyada yurishinglar bilan. Bu yerda Adidas, Reebok, Nike, original toza kiyim-kecha hammasi 6000 dona. Musofir savdo bir hafta, 2 hafta ichida O'zbekistonga chiqib ketyapti. Ya'ni brendlarni olib chiqyapman. Shuning uchun men ishtirok eta olmayman bu yerda. Endi bunaqa qilib ochib bera olmayman sizlarga. Shuning uchun ketishimdan oldin sizlarga mana sovg'a salom. Eng arzon narxda, original toza. Agar birorta joyda beda original yoki mendan arzon topadiganini topasizlar, addushi. Mana Adidas'da originallari, tepa pastlari, futbolkalari, shortik, tursik, bu oyoq kiyimlarni qaranglar akalar. Voy. Musofir savdo nima qilib yuryapsan Koreyani bu?